1938-yil 4-oktyabr O'zbekiston tarixida musibat bilan eslanuvchi kun. Qonxo'r diktator Iosif Vissarionovich Stalinning qattol rejimi ostida millionlab insonlar surgun qilindi, qamaldi. Millionlab insonlar esa shunchaki otib tashlandi. Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon ham shu o'lim mashinasining qurboni bo'ldi. Aytishlariga qaraganda, o'sha paytlarda haddan ziyod ko'p insonlar o'limga hukm qilinganidan, yozuvchi va shoir Cho'lponga navbat kelganida jallodlarning o'qlari tugab qoladi va bu inson qiyofasidagi iblislar shoirni bolta bilan chopib tashlaydi. Qarsaklar chaldi o'zbek, Cho'lponni boltalashdi, bashshalar gulzorimda ari bilan boltalashdi. Xoinlar kuni tug'di, she'riyat quyoshi botdi, boltalab o'ldirdi rus, o'zbeklar uni sotdi. Kechirgin Turkiston, bo'lolmadim posponing. Kechir, men qarab turdim, qaqradi bog' bo'stoning. Mozidan izla javobni, xonlaring yer talashdi, otgan o'qlari qolmay Cho'lponni boltalashdi. Nima bo'ldi ekan uning so'nggi so'zlari o'shanda? Tuyog'i najosat bosib to'ng'izlar kezdi gulshanda. Qurbonjon dodxo misoli Adaminbekni aldashdi. 1938 Cho'lponni boltalashdi. Usmonga nasib etmadi o'z yurtidan bir mozor. Hurlikni orzu qilgancha o'tdi tuprog'iga zor. Qodiriy Cho'lpon Fitratni nima sababdan qamashdi? Jallodlar o'q topolmay Cho'lponni boltalashdi. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanni qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Axir dushman bolangni otgan olovga. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanni qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Axir dushman bolangni otgan olovga. Jallodlarni bir tuki ham qilt etmagan ehtimol. O'ris jallodni urdi, xoin o'rtada dallol. Yuraklar muzladi, qarg'alar sovuq qotdi, ruslar bolta charxladi, o'zbeklar o'zbekni sotdi. Qaylarda qoldi nari tortgan pahlavonlaring? Qabri oyoq ostida toptaldi bobolaring. Tovon o'pib shoir bo'lgan bu shoirlar shon talashdi. Jallodlar o'q topolmay Cho'lponni boltalashdi. Paxtalar ekib bog'u sochdi boshing uzra rus. Sariq kasal bo'lib nobud bo'ldi norasidalar. Yalaqi raislaring cho'chqalardan oldi tuz. Yuvolmayman armoningni bitsa ming xasidalar. Olmoniya bag'ridan qaytolmadi toliblar. Qaytganlari otildi, qilt etmadi qotillar. Turkiston jahannam bo'ldi, xoinlar o'tqalashdi. Otildi Qodiriy, Cho'lponni boltalashdi. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanni qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Axir dushman bolangni otgan olovga. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanni qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Axir dushman bolangni otgan olovga.